Instagramda bitta videoni menga juda ham ko'p tashlashyapti. Nimamish Manchester United Cristiano Ronaldoni boykot qilayotgan ekan. Qaysi miya bilan bu gapni o'ylab topdinglar yoki bu xabarni qayerdan olasizlar? Manba bormi? Aniq bir manbani ko'rsanglar, o'zingizlar chiqib nimadirlarni gapirib valdiramanglar. Bor narsani olib chiqinglar. Boykot norasmiy qilinmaydi. Boykot, rasman boykot qilish kerak bo'lardi. Qanaqasiga Manchester United eng katta nomni, eng katta brendni, eng ko'p soqqa olib keladigan narsaga boykot berishi mumkin. Haligacha United saytidan kirib, Ronaldoni formasini xarid qiladiganlar, ya'ni Ronaldo deb yozdiradiganlar bor. Haligacha bu soqqa olib keladi. Qanaqasiga shu nomga boykot berishi mumkin? Ya'ni bular aytishyaptiki, Cristiano Ronaldoning nomini yozib bo'lmayotgan ekan. Messi deb yozib bo'lar ekan. Qaysi tupi Messi deb orqasiga yozdiradi Manchester United formasiga. Ronaldo deb yozib bo'lmayotgan ekanda, Messi deb yozib bo'layotgan ekan va shu endi boykot deb chiqishyapti. Ronaldo bo'lib qolgan ekan, og'iz yozilmayotgan ekan. Tipa shunaqa gap qilishyapti. Hozir men sizlarga isbotlab beraman. Hozir saytiga kiraman, hozir isbotlab beraman. United Store'ga o'tdim, shopping xarid qiladigan joyi va mana Ronaldo yozilyapti. Kim o'ylab topdi? Qaysi miyasiz o'ylab topdi bulardan? Qaysi miya bilan Manchester United eng shu brendga boykot qilishi mumkin? Eng ko'p soqqa olib keladigan nomiga, ya'ni Ronaldo nomiga shuni qilib haligacha oladiganlar bor. Qanaqasiga boykot qilishi mumkin? Qaysi miya bilan bu gapni o'ylab topasizlar? Internetda ko'rgan hamma narsaga ham ishonib ketirish kerak emas. Avvalo odam birinchi o'rinda o'zi kirib, fact checking qilib olish kerak. Men fakt ko'rsatdim. Ko'rib turganinglarda, bemalol sizlar ham kirib, ishonmayotganlar bo'lsa, shunda ham fact checking qilib olsanglar bo'ladi. Shunda kirasizlar, manutoda.com va United Store'ga o'tib, bemalol formaga o'sha raqam va ismini yozib tekshirib olsanglar bo'ladi. Hamma narsaga ham ishonib ketavermanglar. Menga ham tashlashdan yoki boshqaga ham tashlab yoki kommentariy yozishdan, negativ yozishdan oldin bitta fact checking qilish kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bunaqa yolg'onlarga ishonib, har xil gaplar chiqarib yurmanglar. Va o'zi maqsadi bilan faqat United ustidan mag'zini ag'darish bo'ldi, boshqa maqsadi yo'q bo'ldi.